Diqqat xalqim, tezkor xabar. Ertadan boshlab 22 avgustdan 24 avgustgacha O'zbekiston hududlarida havo harorati biroz pasayadi. Biroq ayrim hududlarda shamol kuchayishi va chang to'zonlar kuzatilishi kutilmoqda. Respublika bo'yicha 3 kunlik batafsil ob-havo prognozi. 22 avgust shanba, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo. Havo ochiq bo'ladi. Kunduzi harorat biroz pasayib 32-38 daraja. Kechqurun esa 18-23 daraja bo'ladi. Sharqiy shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda chang to'zon bilan 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Farg'ona vodiysida qisman bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kunduzi +30-35, kechqurun esa +18-23 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi +33-+38 daraja. Shamol kuchayib, chang to'zonlar bo'lishi ehtimoli katta. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo harorati kunduzi respublikadagi eng yuqori harorat +35-+40 daraja saqlanadi. Shamol ba'zi joylarda 22-25 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bo'lishi mumkin. Qoraqalpog'iston va Xorazm harorat kunduzi 33-38, kechqurun esa 20-25 daraja bo'ladi. 23 avgust yakshanba kuni Toshkent va markaziy viloyatlarda havo to'liq ochiq va quyoshli bo'ladi. Kunduzi harorat 34-37 daraja atrofida, kechqurun esa 19-24 darajagacha salqin tushadi. Janubiy viloyatlar quyoshli ob-havo davom etadi. Kunduzi harorat +38 daraja atrofida bo'ladi. Shimoliy hududlar havo asosan kam bulutli bo'lib, kunduzi harorat 32-35 daraja atrofida saqlanib qoladi. 24 avgust dushanba kuni Toshkent va markaziy viloyatlarda haftaning ilk kuni quyoshli va ochiq havo bilan boshlanadi. Kunduzi harorat biroz ko'tarilib 35 darajagacha yetadi. Kechqurun esa +18 darajagacha tushib, havo salqin bo'ladi. Janubiy viloyatlar issiq kuchayib, kunduzi harorat yana 39-41 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Shimoliy hududlar va vodiyda kam bulutli va mutlaqo yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanadi. Kunduzi harorat 33-36 daraja atrofida bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.